Xemey jug'aga vaqtda mush tuzni qiynanamdan so'rab salmaydigan bo'lsam, bu xemey bugun ya tuz kam, ya tuz qilib ketibdi. Men apangmo, momang apangmo sening kelib deb qoldim, yerda qaranglar, men mayaqda qoldim. Ma qizimni ko'rdinglarmi? Yasidin kelib meni ko'rgizganmay, momisni ko'rgizib ketibdi. Shuni bilan bular qarab asad o'tirimni qaynatib, ma xemey yana xemey turi selishni unutib qopdiman. Apa sizning dadam chaqirdi deblam apamni talaq chiqarib etib valaqqida xemey turishini selib oldim. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men taranch kelim Miyasardan hammanglar o'tliq salomlar bo'lsin. Filmimni ko'rayotgan qizlarning umri uzun bo'lsin deb shunda tilaklarni tilab ketman. Sizlar meningmish videolarimga nimishqa yurak berib, pinglonlarni qarab qilib, men sizni yaxshi ko'raman, undan bunda degan gaplarni yuz qo'ymaysizlar-ku qizlar. Yaqinma yoq shunda iqimim tuvala ketib bordi, manda qilib yuraklarni bamsanglar, vuluklarni qilmaymajmi, yo'qa ketman. Bugun qiynanam meni xemey turi silib, xemey zo'g'rinjimi balam bo'ldirib, tomoqlarni etimiz deganding. Ma'qul deblam qiynanamning oldida tuzni saptiman so'rab, xemey turi silishni unutib qopdiman-ki, moy shunda bir ism kelib qoldi-da, xemey turi samaptiman, opa deysam, yani saqmi u ya deb tillab ketmisin deb, opa sizning dadam chaqirdi deb kirgizib o'tdi. Qo'lingizda faqat xemey bo'lmaydi, ha bolam deb qolmasin deb xemey turishni xili obdalla saldim. Endi bu ta'limga xemeyrim bo'plik eslatanglar. Bo'lmayli Peter olib turibsiz, ishim chataqqa mening qiynanamning oldida. Bunday qilib yuraklarni dup-dup urib, andish bilan xemey yug'urishni boshlab ketdim. Qiynanam bo'z jussayni aqlab, bugungi tomoqlarga tayyorlik qilyapmizda. Bugun aytilgan tomoqimiz bo'lsa jussay mantisi. Nurg'un do'stlarimiz jussay mantirini shu go'sht bilan aytislar deyman. Ammo jussay bilan aytib vermay, buni tuxum bilan aytib berganlar ajoyib payz o'xshaydi. Men go'sht bilan jussay manti azsam, mushliq go'shtning meni jiqoriydigan odamga axlatxonda jingiz degandek ishganda, shomanda jussayni tuxum bilan aytilgan bo'lsanglar, go'shtning meni arimayam yo'q. Ajoyib yeyishlik bo'ladi. Ammo bizning uyda bedi bilan jussay akirilib qolmasin jinim balla. Bir tal jussaynimiş, bir taldan juydigan ishimiz bor dem yerda. Balam o'g'it qichilib turgan parkiz yonda. Ondan jussayni 1 soatlam sug'chilaydi. Ondan men jussay 1 soat sug'chilanish jarayonida men sizlarga talaq bo'lib qolgan so'zlab beray ballar. Nim kiyib chiqyapsizlar ey talaqa. Mushu faslda qilin kiysanglar tushdi isib ketayotgan, nepis kiysanglar atigan muzlayotgan, voy zodi talaq chiqib nim kiysanglarni bilmaysizlar ekanda. Tunagan do'konimga ketib qolsam, mush 3 qiz bola men bu chapan kiyyapti. Meni o'shamda bir tal ko'pti batdi. Ya u yoqqa qechishimni, ular mendan qechishini bilmay, mush tushunchilik gangochilik qilib ketdi jinim ballar. Chapan kiys isib ketayotgan, kiyimiz boshqalar kiyayotgan, zodi qandoq qilsak sizlar bilan o'xshash kiygan oldikin tam men bilmadim jinim. Shu men mush fasl o'tib ketgich talaq chiqmaymiki? Kiyim kiyishdan jiddildan qutluq qilsizlarga talaq chiqmasanglar bo'ldi, talaq chiqmay ma'sha uyda tomoq etinglar, o'tib ketadi 10 kun birdamdilar. Ba'zi qizlar ostiq girpishdan kelib to'piga men bu chapan kiyyapti texi. Jinimni qiynamay shu eng yaxshi talaq chiqmayman. Baribir yetkilyapti-da, g'oljining qizlar 10 kun talaq chiqmaydi ballar. Hammasi uyda azaydi, uyda bisib. Sizlar qaysi bosqichga keldinglar? Men textozliqni boshlamasam qiynanam deganmish. Totlab ishlar degani tepib qilib oshtaq sifatda cho'ng aytidan boshlab g'it qisib uydamish. 10 kun qattiq tozliq qilamiz deydi. Voy, to'xta, chataq qo'yish. Odatda bizning uyda faqat jussayman aytmaydiq. Menli yaxshi ko'rma bas bizning oila a'zolarining hammasi o'shdan jussay tuxumman. Bu tomoq parka emasmi jinim ballar? Bugun map jussaymanni obdan yeb, aytidan boshlab tozliqni ig'ir qilsin degan o'xshaydi qiynanam meni. Endi map jussay tuxummanni ichishni o'rgatmaymi qizlar diqqatda. Unda bo'lsa avvalmada tuxumni me o'zinglarning jon sog'liq qatda xil obdan chiqib olsam bizning uyda be yo'g'an odamlardan xil besh bir shu dening odamlar bor emasmi? Shu xil undan tuxumdan chaqdiq be 6-7 tal chiqibdimi qiynanam. Ondan tuzlab qo'yinglar bolamni debedi. Hey ballar bir qolak tuz yutib qopdim, tuz qo'yib qolaman endi bu. Jussay bilan bo'lganiki elishib ketdi qizlar, deblam shuni bilan benim o'zgartirib valaqqidiq qilmani elashtiryapman-da. Elashtirib jussayni to'p qushib tutsam ishnamsizlar. Aqcha qilib qo'ydim jinim qizlar, agar oshta qilgan bo'lsa, menlar meni qartizimni tiqib o'tasizlar bo'ldi bu ilgari kelib bir nima bo'ldi buni ko'rmaylik. Ondan tuxumni obdan qo'rvilib toz yo'g'on ko'ptirsizlar ekan, bir sap tuxumay qo'yinglar, jiqaraqmay qo'ysanglar jussay ilishidi emasmi miya? Shunlar bir sap tuxumayni qo'ydik, undan keyin tuxumni selib qo'rdik qizlar. Vahshiy ko'pdika mayni jiq qilib qo'yish. Ondan buni u yoq qo'yib, bu yoq qo'yib bilan ash may pay bilan jussayni to'piga qo'yib o'tsizlar ekan. Ondan tuxumni ushaq qilib uzib bo'lib olgandan keyin tuz selib may qo'yib hammasini tash elashtirib, shuni bilan bir qiyam qilib tayyorlab olib, undan keyin mantimizni tugimizga jinim ballar. O'zimning qo'lidan poq kelmaydi, qiynanamning to'kpisini deb miyadman sizlarga tomoq etishlarni bitib bag'rimni qarab qo'ying. Voy mening qo'limdan tomoq etishganmigan bilan boshqa ishlar xili keladi juma jinim ballar sizlarni go'zal qilish, mizliq qilish, xushproq qilish, payz qilishlarning hammasi mening qo'limdan kelgan ishlar bu.
tamoqlarimizni etib bugun jusayt xurmantimiz shunchalik fayzobda hamda o'zamchida hamda o'zam maqtakday o'zamni. Boshda qilib mana bugun bir kunni kashf qilib sizlarga ovoz berib o'tiribdiman jinim qizlar. Amsa mush bosh suratni besib kirib, nallarimni setib olg'ash, bulutlarimni ko'rib yurak berishni unutib qolmanglar. Xayr xo'sh.